17-vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, men senga buyurganimga amal qil va men taqiqlagan narsadan saqlan. Shunda men seni abadiy tirik qilaman. Inson yuraklarida yashaysan. Men abadiy tirik va o'lmasman. Men bir narsaga bo'l deganimda, u haqiqatdan ham bo'ladi. Ey odam bolasi, agar so'zlaring shirin bo'lsa, ammo amallaring noyob va yomon bo'lsa, sen nopoklik qiluvchi munofiqlarning rahbarisan. Agar tashqi ko'rining yoqimli bo'lsa, ammo ruhing dahshatli va g'amgin bo'lsa, sen yonilgan va umidsiz odamlardansan. Ular Allohni aldayotganlarni o'ylaydilar, ammo u bu haqda biladi. Ular faqat o'zlarini aldaydilar va bunga e'tibor ham bermaydilar. Ey odam bolasi, jannatga faqat shunga kiradi: mening ulug'ligim oldida kamtar bo'lgan, kunini mening zikrim bilan o'tkazgan va nafsini men uchun to'xtatgan kishi. Men begonaga panoh beraman, kambag'alni ta'min qilaman va yatimni yuksaltirman. Men u uchun rahmli otadan ham ko'p va muddao xotin uchun mehribon erdan ham ko'p bo'laman. Unda shunday sifatlar bo'lsa, men uning duosini eshitaman. U menga duo qilganda, men javob beraman. U mendan so'raganda, men unga berib quvontiraman.